Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Mana mustaqilligimizning 35 yillik to'yi arafasida turibmiz. Mana mamlakatimiz tinch, obod, bolalarimiz erkin, maktablarga borib kelyapti. Hamma mamlakatimizda tinchlik, osoyishtalik hukm surmoqda. Biz bundan juda ham mamnunmiz. Mana mustaqilligimizning 35 yillik bayram bilan sizlarni hammalaringizni tabriklayman. Deputat sifatida mana bizning deputatlik davrimizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Mana mening mahallam nimasida olsak, mening mahallamda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Kambag'allikni qisqartirdik, ishsizlar sonini kamaytirdik. Mana hozirgi kunda mening mahallamda jinoyatlar sodir etilmadi. Ana ayollar daftariga turgan ayollarimizni sog'lik salomatligini tikladik. Ularga bepul orderlar olib berdik, davolanib keldi, sanatoriya kurortlarga davolashlarga yubordik. Mening mahallamda bolajonlarimiz uchun 2 ta sport maydonchasini tashkil qildik. Hozirgi kunda juda mamnun. Bolalarimiz kanikulda mana shu sport maydonchalarida o'z mashg'ulotlarini o'tkazdilar. Men hammalaringizni kirib kelayotgan O'zbekistonimizning mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Sizlarning oilalaringizga osoyishtalik, tinchlik, totuvlik tilayman. Boshimizga doim yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.